Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yo'sin va qirqaloqlarni tez tushganda 70-80% ishlatish mumkin bo'lgan sizga qo'llanma beraman. E'tibor bering. Hop, mana bu chizmaga qarang. Bu gametofit qisqartmasi. Bu sporofit. Bu zigota, bu spora. Buni soat deb tasavvur qiladigan bo'lsak, gametofit 12 da, spora 6 da, zigota 3 da va spora 9 da turibdi. Endi qarang, e'tibor bering. Mana shunga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, gametofitdan doim nima hosil bo'ladi oxirida? Zigota. Zigota ma'lum bir muddat o'tgandan keyin sporofit o'sib chiqadi undan. Sporofitdan keyin nima hosil bo'ladi? Spora hosil bo'ladi. Sporalar yerga to'kilib, qaysi o'simlikda bo'lishidan qat'iy nazar, yo'sinda ham qirqaloqda ham gametofit hosil bo'ladi. Nima bilib oling? Gametofit zigota hosil qiladi, zigota sporofit hosil qiladi, sporofit spora hosil qiladi. Spora o'z navbatida yana gametofit hosil qiladi. Gametofit sporadan hosil bo'ladi. Spora sporofitdan. Sporofit esa zigotadan hosil bo'ladi. Demak, bu hech qachon yodingizdan chiqmasin.